Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana biz Katta Qo'rg'onga yetib keldik. Mana katta trassadan kiraverishda 1,5 kilometrdan keyin mana shu Taxta bozori to'g'riga ketaversa payshanba. Mana Taxta bozordan hozir syomka qilamiz. Video davomida qoling. Sizlar Sohibjon Asrorov kanalidasiz. Sizlar bilan yana men Sohibjon Asrorov. Bizlar bugun Samarqand viloyati Katta Qo'rg'on tumaniga yetib keldik. Assalomu alaykum. Zohid aka, yaxshimisiz? Sog'lik zo'rmi, ishlar yaxshimi? Mana obunachilarimiz talabiga binoan mana shu Katta Qo'rg'onga biz hozirga yetib keldik. Bugungi chislomiz, bu chislo necha? Chislo esimizdan chiqib ketdi. 18-may sanasi bilan hafta kuniga dushanba soat 3 bo'lyapti. Mana biz hozir yetib keldik. Mana shu narxlarni so'raganlar uchun mana bu yilgi 2026-yil 18-maydagi narxlar bilan mana shu Zohid akamiz to'la to'kis tanishtiradi. Boshladik bo'lmasa nimadan boshlaymiz? Mana Reka DSP bir boshidan boshlab narxlarini, bo'ladigan narxlarini aytib ketaveramiz. Xo'sh, DSP Perem. DSPdan boshlaymiz. DSP Perem 1.75 ga 3,5 6 kvadrat bo'ladi. Sal 6 kvadratdan ziyodroq bo'ladi. Buni narxi 365 ming so'm chiqadi. Peremniki ya'ni, 365 ming so'm bir donasi. Kelishiladigan joylari bormi yana? Xudo xolasa kelsin. Bunisi faner. Bu faner 4lik, 4 sloy, 4 ga 4lik faner bo'ladi. Buni 3 ga 4ligi bo'ladi. 3 ga 4ligi 76 ming so'm chiqadi. 4 ga 4ligi 82 ming so'mdan chiqadi. 3 ga 4 ya'ni stenasimi bu? Ha. O'zi qalilligi 4 stena bo'ladi, lekin 3 sloyligi bo'ladi. Bu 4 sloyligi hozir. Buni narxi mana sloyni ko'rsangiz bo'ladi, 4 sloy. Buni narxi 82-83 ming atrofida chiqadi. Ha, 3 sloyligi bo'ladigan bo'lsa 76 ming so'm chiqadi. Qalinrog'i qimmatmi, yuqorog'imi? Yuqorog'i arzonroq chiqadi. Qalilligi bir xil bo'ladi, faqat sloyda farq qiladi. Sloyda. Keyin Tak. Bunimiz nima ekan? bu OSB'miz 09 lik bo'ladi. Buni narxi 145 ming so'm chiqadi. Bu 102 lik OSB bo'ladi. 102 lik OSB'miz narxi 170 ming so'm chiqadi. 170 ming so'm. Razmeri qanaqa bo'ladi? Eni bo'yi 125 ga 2,5 bo'ladi. 125 ga 2,5 mi? Ko'pchilik joyda shuni aytib o'tmasak, qayta yana yozishaveradi-da. O'shaning uchun toshni aniq qilib, mana bu yerga mana Rekaga kelib qoldik. Mana Rekalarni tushuntirsangiz. Bu 3 ga 4 deyiladi, lekin 3 ga 4 emas, 208 ga 308 to'liq razmeri. Uzunligi 4 metr. Buni narxi 5,5 ming so'm chiqadi. Buni to'liq razmerligi bor u tarafda. 3 ga 4 lik 6 ming so'mdan chiqadi. 5900 qilib beramiz. Operator yaqinroqdan olamiz. Yonidagisi bo'lsa 5 ga 2,5. Uni 6200 dan qilib beramiz. 4 metr. 5 ga 2,5 yonidagini ham olamiz, ha. Keyin shifrlarimiz asosan Toshkent Bosoy. 5 yillik garantiyasi bor. Ya'ni zavod bilan asosan to'g'ridan-to'g'ri zavod bilan ishlaymiz. 47 ming so'mdan qilib beramiz. 47 ming so'm bir donasi. Chiqishi 47 ming so'm. Dastavkalari ham bor. Dastavkalar отдельно to'lanadi ularga. U отдельно gaplashiladi. Keyin to'g'rida 4 metrlik 15 ga 5 lik taxtamiz bor. 4 metrdagi 15 ga 5 lik taxtamiz narxi 110 ming so'm chiqadi. Nechiga nechi shuni razmerini aniq qaytarib. 15 ga 5 deyiladi, lekin 15 ga 47 taxta. 15 ga 407 bo'ladimi shunda? O'zi lekin 5 deyiladi bozorda, lekin Uzunligi qancha uni? uzunligi 4 metr. Uzunligi 4 metr, narxi 115 ming. Yo'q, 110 ming. 110 ming so'm chiqadi ekan. 14 2 lik taxta, 2-3 razmer beraman to'g'ridagi. 2-3 taxta razmer beradi, ana shu to'g'ridagi taxtamiz. Buni narxi 45 ming so'm. Yondagi taxta bo'ladigan bo'lsa, yondagi taxtamiz 14 ga 4 lik deyiladi, 308, 307 razmer beradi. Buni narxi 80 ming so'm chiqadi. Xo'p, mana bu Uzunligini ham aytib o'ting. uzunligi 4 metr bilan. 4 metr. Hozircha 4 metr haqida ketyapti. Hozircha 4 metrlar. Bu dispi cherpes. Bu ham shu bir xil, 1.75 ga 3,5 uzunligi. Buni narxi 340 ming so'm, 45 ming so'm atrofida chiqadi. Bolalarga Yetib keldik. alohida to'xtaymiz. Bu bolalar hozir o'rtasida 6 metr 16 lik bu. Bu Bolalarga keyin to'xtalamiz. 14 ga 41 razmer. 14 ga 41 to'liq razmeri. 14 ga 4 bir, shunda. 4,1 millimetrli, uzunligi 4 metr. Buni narxi 100 ming so'm chiqadi. Narxi bir donasi 100 ming so'm. 100 ming so'm. Endi bu taxtalar eshik derazaniki, asosan eshik derazachilar oladi uni. 18500 so'mdan santimetrni oladi. Nechilik bo'lishidan qat'iy nazar. Xo'p. Yana bir taxta bor, mana Dimovka. Asosan murlatlikka oladilar yoki vasallikka ham oladi. Buni narxi 28 mingdan chiqadi. 9 ga qalligi 2.
uzunligi 4 metr. Ya'ni 9 eniga 9 santimetr, qalinligi 2 deyapsizmi? Ha, 2 santimetr Qalinligi 2 bo'ladi. santimetr, uzunligi 4 metr. Uzunligi 4 metr. Narxiga keladigan bo'lsak 28 ming, 28 ming so'm, 27 ming. 27 ming so'm bir donasi bo'lyapti. Asosan strapellar so'raladigan taxtamiz. Strapilalar uchun 14 ga 33 razmer. Buni bozorda 4 minusavoy deydi, 14 ga 4 minusavoy deydi. Asli 33, shunaqa 35 razmer bo'ladi. Bular narxi 103 ming atrofida chiqadi. hozir uzunligi qancha buni? 6 metrlik. Uzunligi 6 metrlik ekan. Tak eniga qancha? 14, Uni eniga 14, qalinligi 33 lik taxta. 3'lik. 3 lekin 3,5, 3,6 ko'rsatadi. 3,5, 3,6 ham ko'rsatib nima qiladi. Keyin mana qalinroq nimalar bor? Taxtalarimiz bor. 14 ga 41 bu. Eniga 14, qalinligi 41. Bu baqqatroq strapelar, haqiqiy xasna materiali. Uzunligi 6 metr. Buni narxi 145 ming so'm chiqadi. Narxi 145 ming so'm bir donasi. Bir donasi. Keyin yana qanaqa taxtalarni ko'rsatsak bo'ladi? Mana rekalar bor. Zakaz kesilyapti. Eng qizig'i rekani xohlagan razmerda kesib ham beriladi bu yerda. Mana stanokda ishlab, mana kesyapti akalarimiz hozir. Bu rekalarning narxini ham aytib o'ting birdaniga. Bu taxtasiga qarab chiqadi. 5 ming, 4 ming, 4,5 ming, 3,5 ming taxtasiga qarab chiqaveradi. Metri. Metr. Keyin to'g'rida vassalilarimiz bor. Bu tomonda. Vassalilarimiz ham nimaga olamiz? Xo'p, vassalilarimiz to'liq razmeri 7,5 ga 7,5 ga 1,5, 1,6 bo'ladi. Ikki xil variantlari bo'ladi. Asosan vassaga ishlatadi. Bular donavoymi shunda? Buni naftoni bu. Bir donasi necha pul bo'lyapti buni? 3 metrligi 11.500 dan chiqsa, 4 metrligi 16 ming, 15,5 mingdan chiqadi. Eniga 7 santimetrga 7,5, 7,5 ga 7,5 santimetr eni, qalinligi 1,6, 1,6, 1,5 shunaqa bo'ladi. 4 metrligi bilan 4 metrlik narxi 16 ming, 15.500. 3 metrlik bo'ladigan bo'lsa 11,5 mingdan chiqadi. 11,5 mingdan 3 metrligi chiqyapti. Asosan vassalilar shular. Vassaliklar. 6 metrlik variantlari bor. O'sha 6 metrlik ham juda arzon chiqadi. 26, 25 har xil nimasiga qarab chiqaveradi. Qalin-qaliga. 6 metrlik vassaligingizni donasi 26 ming deyapsizmi? Shunaqa aka. Eni yetdimi uni ham? 7,5 bo'ladi uni. 7,5 mi? Biroz endi bolalarga keladigan bo'lsak, shu yerdan boshlasak bo'lar-ekan, mana silindrovkalardan, ha? Silindrovkalar bo'ladi, ha, shu yerdan boshlasak ham. Mana 4 metrlik yog'ochimiz. 10 santimetrga, uzunligi 4 metr. Buni narxi 93 ming so'm chiqadi. 93. Bir donasi 93 ming so'm, ha? 6 ming. Bu tomonda qolayotgani ham shundanmi u ham? Qayerda? 4,5 metrlik 10 lik. 115 ming so'm. 110 ming so'm, shunaqa. 110 ming so'm, uzunligi 4,5. 4,5 metr. 4,5 metr, ha? 4 metr, 4,5 metr, 5 metr har xil razmerlarda. Mana bu bo'ladigan bo'lsa, mana Yengilarim. bular 13lik. 13lik ha o'zi. 13lik bo'lar. 4,5 metrlik. 4,5 metrlik, buni narxi 200 ming so'm chiqadi. Yonidagi mana ikkita yonidagi bo'lsa 12lik 4,5 metr. 12lik 4,5 metrlik yog'ochimiz 170 mingdan chiqadi. Mana bunisimi? Shunisi ham. Shunisi ham. Tepadagilar, ha? Ikki xil bor. 4,5 metrlik. 12 razmer ikkovi ham. Bu faqat 13lik 4,5 metr. 10lik razmer bo'ladigan 4 metrlik 93 ming so'm. Xo'p. 11lik yog'ochimiz bor. Mana bu tomonda. Mana bu tomonda to'g'rida turibdi. Yuravering. O'ng qo'lingizda. 11lik 4 metrligi 115 ming so'm, 110 ming so'm atrofida chiqadi bular. Buni 5 metrligi 150 ming, 6 metrlik bo'lsa 180 ming atrofida chiqadi. 11lik yog'ochlar. Keyin mana to'g'rida 12lik yog'och. 12lik 4 metr. 12lik 4 metr yog'och 135 ming so'm. Mana 4,5 metrlik 170 ming so'm. Xullas kalom, mana ko'rib turgan bo'lsalaring, mana operator yaxshilab olamiz. Mana shunaqa chiroyli qilib taxlab qo'yibdi mana akalarimiz, bolalarni. Buni ko'rinishidan hammasi razmerini biz aytib ketaversak, baribir kamerada buni razmeri bilinmaydi-da. Buni bitta-bitta qo'l bilan ko'rsatgani endi hammasi bir-biriga o'xshab turibdi. Hozir diqqat e'tiborlaringizni mana shu Zohid akamizga qaratsalaringiz, shu narxini 4 metrligi qancha, 4,5ligi qancha, keyin 10ligi qancha, 11ligi qancha shunaqa aytilyapti. Xullas kalom, mana shu ko'rib turganlaring hammasi mana shular bolalar 4,5 metr, 5 metr, keyin 6 metr, 5,5 metrligi yo'q. Yo'q, 5,5 metr. 5,5ligi bo'lmaydi. Shularga bir to'xtalib o'tib, narxlarini aytib o'tib ketavering. Buni hammasini ko'rsatgan bilan
videoda pashti bir xil ko'rinib qolyapti. Uzunligi bir xil bo'ladi, shuning uchun narxini, razmerini aytib ketaveraman. Xo'p, 12lik narxini aytadigan bo'lsa, o'sha 135 ming so'm. 4,5 metrligi 170 ming. Buni 13lik razmerlar bor. 13lik. 13lik razmerda aytadigan bo'lsa, 13ligimiz 160 ming so'm chiqadi. 4 metrlik. 4 metrligi. 4 metr, 13ligi shuncha chiqadi. Endi buni 5 metrligini aytadigan bo'lsam, 5 metrligini narxi 190 ming so'm chiqadi. 6 metrligi bo'lsa 215 ming so'm chiqadi. 13lik 4 metrda oladigan bo'lsak, 13lik 4 metrligini narxi 160 ming so'm, 4,5 metrlik 200 ming so'm. 5 metrlik bo'lsa 220 ming so'm chiqadi, 215 ming so'm. 6 metrlik 250 ming so'm chiqadi bundan. Bular hammasi 4 metrlik yoyilgan, shu razmer bo'yicha-da hammasi. Qolgan razmerlardan telefon so'rasangizlar, qolgan razmer narxlarini aytamiz. Hamma razmerdan bor, muammo yo'q undan. Aytgan razmerlaringizni topib beramiz, xudo xolasa. Aloqaga chiqsangizlar, qolgan telefonda gaplashaveramiz. Xullas, mana shu ko'rib turgan yog'ochlaringni hamma xilidan, hamma razmeridan bor. 4 metr, 4,5 metr, 5 metr, 6 metrlik hammasini agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, mana nasib bo'lsa mana shu raqamlarga telefon qilaverasizlar. Mana shu Zohid akamiz telefonga javob beraveradi. Telegramlaringiz bor, to'g'rimi? Agar telefonni mabodo ko'tara olmay qolsa, Telegramdan yozaverasizlar, o'zlari qaytib chiqadi, yozadi. Xullas siz bilan aloqada bo'ladi. Keyin nimani narxini biz ayta olmagan bo'lsak, o'shalarni telefon orqali so'rab olaverasizlar. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.